3,5 million so'm. 5 litrli bak, usulli filtr, двойной filtr. 410 g'ildirak, Merkur kartochka kovlaydigan, pilik, ochar ham ligirovka bo'ladigan. Blogi ham qalini 5 cm blok. 3,5 million so'mga avtomat emas, mexanika, benzinli. Toza benzinga ishlaydi. Toza benzinga. Karteriga 700 gramm moy ketadi, korobkasiga 2 litr moy ketadi. Korobkaning uzunlik diametri 900 mm. Bosib yuboring mana. 410 g'ildiragi bilan. Mexanika korobka. Avtomat emas. Avtomatlar zo'r chiqmayapti hozir aka. Pulsiz qancha bo'ladi? Pulni olib tashlayman aka, 2 million 400 qilib beraman. Bo'ldi, mana pulni o'yindan chiqarib yuboramiz. Borib uxlab damini olib tursinmi? Kerak bo'lsa turg'izib qo'shib qo'yaveramiz. 2 million 3 million 400 ga qilib beraman. Pullik narxi 100 ming so'm. Endi qolgan joyda bilmayman. Qaytlardadir ko'rdim, mana bu pullikni originali kattasi bahaybati deb 200 ming so'm qo'yibdi. Shularga vizit tashlaymiz, 100 ming so'mdan biz beramiz o'sha pullikni mana. Qanday qilib berasiz? Ko'rib to'lashga. Muddati to'lovga 1 oydan 24 oygacha qilib beraman. Qancha bo'ladi? Uni programmada hisoblatamiz aka. Siz avval narxini kelishib olaylik. Ma'qul bo'ladigan bo'lsa ichkariga kiramiz, programmada hisoblaymiz. O'sha programmada hisoblash qani qancha bo'ladi? Bo'ldi. 3 million 400 ming so'm pullikdan tashqari siz bilan savdo bo'ldi hozir. Buni olib qo'yaman. Yuring endi muddati to'lovga hisoblab beraman sizga. Necha oyga hisoblab beray aka? 12 oyga 3 million 400 ming so'm, ha? 3 million 400 ming so'm. 3 oyga 1 million 246 mingdan tushar ekan 3 oyga aka. 6 oyga esa Ekonom klassdan biznes klassgacha bo'lgan soatlar ko'rsa. 731 ming so'mdan tushadi 6 oyga. Bundan arzonroq ham chiqib qolishi mumkin aka. Sizni limitingiz chiqishiga qaraymiz-da, qaysi programmadan chiqadi, uzumdan chiqadimi, alifdan chiqadimi? Biz bilan hamkor programmalar bor-ku. Shularda qaysi biridan chiqsa, o'shalarni foizlarini hisoblab beramiz-da. Pasport plastikingiz bo'lsa, tekshirib ko'ramiz. SMS xabarnomalar ulangan bo'lsa telefoningizga o'sha SMSlar keladi, tekshiramiz. Limitingiz chiqsa, rasmiylashtirib beramiz. 3 oydan 1 yilgacha. 1 yil qancha tushdi? 408 ming so'mdan tushdi. 12 marta bo'lib to'laydilar. Uzundanmi yo alifdan hisoblaysiz? Uzumdan hisobladim hozir. Alifda bundan arzonroq chiqadi. Alifdan hisoblagancha 1 yilligini necha oyligini hisoblab beray yoki hammasini hisoblab beraymi? 6 oyligini hisoblab bera oladimi? 6 oyligi. Buniki 25% bo'ladi aka. Programmaning o'zini foizi bo'ladi. 708 mingdan chiqadi. 708 ming? Bormi alifda limitingiz tekshirganmiz? Hozir misol uchun keyingi oygami, misol uchun pul bo'lguncha yo'q qanday bo'ladi buyog'i? Narxi o'zgarmaydi. Keyingi oyga to'lab olsangiz ham, masalan 6 oyga oldingizmi, 6 oyda bo'lib to'lasangiz sizga ma'qulroq bo'ladi. Vaqtni to'lasangiz u foizi kamaymaydi yoki summasi kamaymaydi. Pul berishim kerak. Ha, shuning uchun rashotingizni olasiz. Masalan 3 oyga chiqarib turib 1 oyda yopib yuboraman desangiz, o'sha 1 oyda to'lab olsangiz ham bo'ladi. Ko'p yutqazmaysiz-da pul. 6 oyga olib turib 1 oyda to'lab olsangiz, unda ko'proq yutqazasiz. Arzoni 1 million 150 mingdan oshadi. 30 taligi. 30imiz bor, 50 taligimiz bor, 80 talik bor. Gorizontal, vertikallari bor. 200 taliklarimiz bor. 80 talik 1 million 300 mingga, 1 million 200 mingligi bor. 3 yildan garantiyalari bor. Kelishtirib beramiz.
Ota blogingizni nomi nima? Shundan garantiyalari bor. So'rash salomlash. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Magazinimizni qisqacha obzor qilib beramiz. Bu batareyada ishlaydigan kartierimiz 650 ming so'm. Bu Rolf brendiniki 750 ming so'm. Buni har xil sepadigan o'zini nasatkalari bor. Aylantirsangiz bo'ldi. Nuqta qilib sepadi, yoyib sepadi, 5-6 xil sepadigan nasatkalari o'zi bilan. Bu esa his qilyapsizlarmi? 650 ming so'm. Shurpa-yurtlar uchun batareyka Biotiniki bor masalan. Rolf brendiniki bor. Bitta asta-asta ko'rsating-da, bitta-bitta ketdik. Beauty brendini batareykasi bor mana. Rolf brendini batareykalari bor. Keyin bunaqa Pasaytirib turing. dumaloq batareykalarimiz bor. Urvinlarimiz bor mana. 300 mingligi bor mana, 300 mingligi. Makita, DeWalt, Yaqinroq ko'rsatamiz. bu Beauty HP. 550 mingligi. Bu 570 ming. Davom Bu etamiz. 550 ming bu ham. Bu yo'lda o'lchaydigan Nima edi nomi? nivellermi? Mana Yiller. niveller. Beauty brendidan. Bu esa Anker o'tadi. Nechi puldan? 250 ming so'mdan. Buni 3 xili bor. Ebimaxdan 70 mingligi bor. Keyin 110 mingligi bor. Bu 250 ming Ubay firmaniki. Mebelli pistoletlarimiz bor. Tokli va kompressorda ishlaydiganlari bor. Miq o'tadiganlari bor mana. Nechi pul shu? 3 million so'm. Original narsa. Original narsa. Keyin Eramax brendidan Fin. Bu elektriklar fara-marani almashtirganda ishlatadi. Undan keyin mana arzon shurpa-yurtlarimiz bor. Nechi puldan? Masalan, bunisi 200 ming so'mdan. Bez garantiya bular. Bunaqa bu Beauty'ni dumaloq batareykalisi 250 ming so'm, 3 oy garantiyali. Orqasida bolg'achasi bor. Vector brendiniki bor, 300 ming so'mdan. Bu ham 3 oy garantiya, bolg'alari bor orqasida. Undan keyin bolgarkalarimiz bor. Bolgarkalarimiz mana Rolf brendiniki X-Cort'ki 300 mingdan chiqadi. Bular 230 mingdan. 125 talik, 180 talik, 230 talik. Drellarimiz bor. Drellarimiz 160 ming so'mdan ko'tarilib boraveradi. Sifatiga qarab, ishlashiga qarab. Yo'q. Hozir trendda mana aprel-mart oyida eng ko'p sotilyapti qo'y mashinkalarimiz. Qo'y mashinkalarimiz alohida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Vector, Richta, DeWalt brendlarimizga bir xil 550 ming so'mdan. Ichida qo'y mashinkani o'zini tish chiqmaydi, lekin chiqadigani Polvon brendimizniki bor. Narxi 700 ming so'm. Kelishtirib beramiz. Ichida bitta qo'y mashinkani tish chiqadi. Keyin alohida e'tibor berishlari mumkin. Polvon brendimizda 12 ta viloyatda servisi bor. Kim qayerga dastavka qilsa, dastavka qilib o'sha yerda o'zidan servis senterga olib boraveradi. Boshqa mahsulotlarga o'xshab bu yoqqa olib kelish shart emas. Qolgan narsalarimizniki servisimiz o'zimizda. Bu perforatorlar. Masalan, har xil. Bu 380 ming so'm. Masalan,
700 ming so'mligi bor Rolf brendidan, 650 ming so'mligi bor, 630 ming so'mligi bor. Bu Strabares. Strabareslar elektriklar ko'proq ishlatadi. Tokni montaj qilayotgan paytda tokni bunday kesib, joyini o'sha yerga tok joylashtirib ketadi. Bu ham perforatorlar, ham narxlari har xil. Eng qimmati mana Rolf brendidan batareykali perforator 1320 ming so'm chiqadi. Bor. Bu betonda quyayotgan paytda o'zining shlankasi bo'ladi, 1 metr, 2 metr, 3 metr. Beton quyilgan joyga shunday qo'yib turib, qatmasdan oldin rasvorni ustidan bitta bossa g'izz qiladi, presslab beradi. Go'sht kesadigan aralarimiz bor, har xil bular ham. Buni narxlari 1 million 600 ming so'mligi bor, 3 million 200 ming so'mligi bor, 4 million 450 ming so'mligi bor. Buni ko'pincha mebel chakalarimiz ham ishlatyapti. Ham u, ham bu. Demak, bu yerda hozir eng ko'p sotilayotgan narsalarimizdan gilam yuvadigan maxsus rotorlarimiz. Narxi 5 million so'm. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz bor. 6 oy garantiyamiz bor. Bundan tashqari Polvon brendidan, Beauty brendidan, Evimax brendidan, Asaman brendidan plisoslarimizni olib kelib tashlaganmiz. Ularni ishlatib, garantiyalar bilan chiroyli qilib, O'zbekiston bo'yicha bemalol solishtirib olishlaring mumkin. Narxi juda hamyonbop. Bunaqa narxda topa olmaysizlar. Ham garantiya bor, ham yetkazib berish xizmati, ham servis. Keyin karcherlarimiz. Karcherlarimiz eng boshida 700 ming so'mdan boshlanadi. 700 ming so'm. Bular 850 ming so'm. Mana polvonlarimiz 1 million 300 ming so'm. Ubay brendidan 1 million 100 ming so'mdan. Undan keyin Polvon brendidan 160 barli karcherimiz 1 million 600 ming so'm. Beauty brendidan 160 barli karcherimiz 1 million 350 ming so'm. Adexo brendidan 140 barli karcherimiz 1 million 150 ming so'm. Bu karcherimiz esa 2 million 600 ming so'm. 180 bar urib bera oladi. Bundan tashqari Suxoy tumanlarimiz bor. Mana bu yoqda 600 wattdan 1200 wattgacha. Kichkina suv tumanlar ko'rsatadi. Mana bu yoqda alohida olishlaring mumkin. Mana 600 wattli Suxoy tumanimiz 580 ming so'm. 900 wattli Suxoy tumanimiz 650 ming so'm. 1200 wattli Suxoy tumanimiz 750 ming so'm. 1,5 ming wattli Suxoy tumanimiz 900 ming so'm. Bular hammasi dastlabki xizmatlari bor. Bundan tashqari karcherlar haqida qisqa ma'lumot. Roxon do'konimizda 700 ming so'mdan boshlab 8,5 million so'mgacha karcherlarni topsalaring bo'ladi. Bizni kuzatib olinglar, obuna bo'lishni unutmanglar.